Manandek o'xshitib kelgan so'ng men qo'rib o'ydiklaringlarning oldiga qo'yadigan bo'lsanglar maqtab turib yeb ketdi. Qiynam samimiz birlikda o'rganaylik. Ketarlik materiallardan qo'y go'shti yoki kal go'shtini yeb pishirib to'g'rab olamiz. Jusay, so'ng piyoz, samsaq, zanjibillarni ko'rsatilgandek to'rab tayyorlab olamiz. Undan boshqa muvofiq miqdorda qaynoq suvga chilab yumshatib olamiz. Keyingi bosqichda cho'pni pishirib tayyorlab olamiz. Cho'pni qaynagan qozonga silib pishgandan keyin suzib, sovuq suvdan o'tkazib, suyni pokiz sayqitib etib, qo'rg'anda rangining chiroyli chiqishi uchun ozroq janyo bilan bellab qo'yib qo'yamiz. Endi qo'rish bosqichiga keldik. Qozonga muvofiq moy qo'yib, qizigandan keyin go'shtni silib, go'sht qizargacha yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Arqadan so'ng piyoz, samsaq, zanjibil, yumshatilgan lapizlarni bir vaqt silib, mizlik purqichqich qo'rib olamiz. Uni etib, undan boshqa qizilmoch qiyamdan bir qo'shiq silib, ularni yaxshi aralashtirib, qizilmoy chiqich qo'rib olamiz. Undan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib 5 minut atrofida qaynatib, lapizni pishirib olamiz. Undan keyin jusay pishirib olgan cho'pni bir vaqt silib, bir qo'rib jusay yumshagandan keyin so'minimizni texmi mizlik chiqarish uchun azroq kunjut, muvofiq miqdorda kunjut meyi qo'yib etib, bir shikarlashtirib etib, asaq tayyor bo'ldi. Ko'gnalardek rangim shunchalik chiroyli chiqdi, ta'miga gap ketmaydi. Sizlarning oilada men qilgan usul cho'qim bir sinab